65 nafar talabalarimiz kredit olishgan bo'lib, ulardan bir nafari 1,1 milliard, ikkinchisi 750 million so'mlik kredit olib, o'nlab ishchi joylarini tashkil etishdi. Bundan ko'zlangan maqsad ish beruvchilar bilan va bitiruvchilar o'rtasida muloqotni kuchaytirish hamda bandligini ta'minlash. Bizga o'xshagan bitiruvchi talabalarga prezidentimiz juda ham katta imkoniyatlar berildi. Kelajakka qadam loyihasi asosida O'z Milliy bank tomonidan 700 million so'm kredit olishga muvaffaqiyatga erishdi. Prezidentimizda juda ham ko'p ishlar bo'lishidan qat'iy nazar, bir yilda 2 martalab yoshlar bilan uchrashuv tashkil etiladi aynan bu yilda va aynan biz oldimizda turgan turli xil muammolarimiz bor, to'siqlarimiz bor edi. Aynan ishga joylashish, tadbirkorlik boshlash uchun bitiruvchilarimiz ko'p yillar davomida qiynalishgan. Mana shu masalalarni o'ylagan holda ham prezidentimiz aynan joriy yil 14 fevral kuni yoshlar bilan muloqot chog'larida biz uchun kerakli bo'lgan qarorlarni imzolab berdilar.